Ayrim ommaviy axborotlar xabariga ko'ra, Isroil havo hujumi orqali Tehronga zarba berib, Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkionni o'ldirishga uringan. Eronda juda dahshatli portlashlar sodir bo'lmoqda. Isroil mudofaa vaziri Israel Castingning xabar berishicha, Isroil o'ziga bo'lgan tahdidlarni oldini olish maqsadida Eronga birinchi bo'lib zarba bergan. Isroil bu vaziyatdan juda silliq chiqishga harakat qilmoqda do'stlar. Bundan shuni tushunish mumkinki, Isroilga go'yoki Eron tomonidan tahdid bo'lgan, bu tahdidni oldini olish maqsadida Isroil Eronga zarba bergan. Ha do'stlar, 28-fevral kuni tinchliksevar prezidentlarning orzusi va nihoyat ushaldi do'stlar. Katta urushga start berildi. Bu katta urushda Eron agar o'z pozitsiyasini saqlab qolsa, Eron o'z atrofidagi Qo'shma Shtatlarning barcha bazalarini yo'q qilishga hamda Tel Avivni vayrona qilishga va'da bergan do'stlar. Eronda ham hozircha harbiy salohiyat juda kuchli. Eron ham avvaldan bu hujum bo'lishini taxmin qilgan holatda juda ham katta ko'lamda urushga tayyorgarlik ko'rgan do'stlar. Hozirgi ayrim ommaviy axborotlarning yozishicha, Eron ham juda katta qarshi dahshatli hujumga tayyor ekanligini bildirmoqda. Bir necha soatlar ichida Isroil poytaxti Tel Avivga juda ham kuchli zarbalar bo'lishi mumkin do'stlar. Eronda hattoki do'stlar nur tezligidan-da tezroq harakat qiluvchi dahshatli qurollar mavjud. Bu qurollar orqali Eron Isroil poytaxti Tel Avivga aniq va juda kuchli vayronkor zarbalarni berishi mumkin do'stlar. Hurmatli do'stlar, Isroil katta xato qilib, juda katta urushga start berib yubordi. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Hurmatli do'stlar, kanalimizda biroz vaqt tanaffuslar bo'ldi. Bu uchun albatta sizlardan uzr so'raymiz. Bundan buyon kanalimiz har kuni har xil yangi videolarni qo'yishda davom etadi. Kecha 27-fevral kungi Jenevada Qo'shma Shtatlar hamda Eron o'rtasidagi bo'lgan tinchlik kengashida ham hech qanday kelishuvga erishilgani yo'q. Shundan so'ng Qo'shma Shtatlar prezidenti Reuters axborot agentligiga bergan xabarida uning sabri tugagani haqida xabar bergan. Bir qancha ommaviy axborot vositalari bir necha kundan beri Qo'shma Shtatlar Eron atrofida 700 ga yaqin harbiy samolyotlarni yig'gani haqida xabar bergan edi. 700 ga yaqin samolyotlar haqida xabarlar tarqalgandan so'ng bir qancha davlatlar o'z fuqarolariga Eronni darhol tark etish haqida xabar bergan edi. Hamda ayrim davlatlar Isroildagi o'z fuqarolarini ham Isroilni darhol tark etishligi haqida xabar bergan edi. Mana do'stlar, bugun 28-fevral Eronga ilk havo zarbalari berish boshlandi. Bu hali qaysi davlat tomonidan va qanday samolyotlar yordamida berilgani hozircha noma'lum. 27-kuni Istanbul Tehron yo'nalishida uchuvchi barcha samolyot reyslari bekor qilingan edi. Bu haqida Turkiya ommaviy axborotlari xabar bergan edi do'stlar. Butun dunyo ko'p ehtimol bilan Erondan uchib o'tuvchi barcha reyslarni bekor qilganligi haqida ayrim ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Chunki Eron hududiga ayni vaqtda zarbalar bera boshlandi. Ha do'stlar, Eronga ilk zarba berildi va urush boshlandi do'stlar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qo'shma Shtatlarning ayrim ommaviy axborot vositalari bu urushda Eron juda katta zarar ko'rish haqida yozishmoqda. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Urush haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldiring do'stlar.